Tayyormisiz? Ha. G'alati savollar. Men sizni hamma перепискalaringizni o'qishim yoki siz meni hamma перепискalarimni o'qishingiz? Siz meni hamma peripiskalarimni o'qishingiz. Nisbatan o'qimaysizmi? Birinchidan erinaman, ikkinchidan dugonalaringiz video tashlagan bo'lishi mumkin, ro'molli dugonalaringiz bo'lsa. Keyin yana o'zi shuni ham ayting, o'g'il bolalar, erkaklar qizlarni Telegram, Instagramlarini ochib olishiga qarshiman. Shaxsiy transfer degan narsalar bor. Green flagsizsiz? Astagfirullah. Men 5 yil qamoqqa kirishim yoki siz 10 yil qamoqqa kirishingiz? Az 30 yil qamoqqa kiramiz. Yo'q. Yo'q. Men ilojini qilaman, unaqa bo'lmaydi. O'zi biz hech qanaqa qonun qoidani buzmasak. Qaysi birini tanladingiz? Men ham chestniy, umuman yolg'on gapirmaydigan, hech kimga ozor bermaydigan, lekin g'irt kambag'al puli yo'q bo'lishimmi? Mana sizni pulingiz hech narsangiz menga yordam bera olmaysiz-da? Kambag'al bo'lishimmi yoki sal yolg'onchiroq, odamlarning ko'ngliga unaqa e'tibor bermaydigan, lekin juda ham boy bo'lishim. O'zi yolg'onchi, odamlarning ko'ngliga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, boy bo'lasiz. Endi qaysi birini tanlaysiz? Qanaqa bo'lishimni xohlaysiz? Boy bo'lishingiz. Chunki yolg'on ba'zi paytlarda kerak bo'ladi. Men sizni hamma men bilishim xohlamaydigan sekretlaringizni bilishim yoki siz bilib qolishingizni xohlamaydigan sekretlarimni bilishingiz. Sekretlar bilmadi. Endi agar bo'lganda ham Siz menikini bilmang. men sizni siz meni bilasiz. Babish narsa o'zgarmaydi. Butun umr baxtli yashashimiz, lekin yonimizda aziz bo'lmasligi. Aziz bo'lmasa butun vaqtli yashaymiz. Yoki sal pal qiyinchiliklar bilan bo'lishi, lekin har doim yonimizda bo'lishi. Aziz har doim yonimizda, shuning uchun sal pal qiyinchiliklar bor.